Ba'zan odamni sindiradigan narsa dushmanning zarbasi emas, balki kechikib kelgan haqiqat bo'ladi. Bu safar ham aynan shuni ko'rdik. Yillar davomida o'zini qudratli, haq, buzilmas deb bilgan qalblar birdaniga ichidan yemirilib borayotganini yashira olmadi. Eng dahshatlisi esa shundaki, bu qismda hech kim birdaniga yiqilmadi, hech kim baland ovoz bilan parchalanmadi, lekin hamma ichidan sinishni boshladi. Shu sokin sinishlar kelajakdagi eng katta portlashning xabarchisiga aylandi. Sodiqboyning xonasi salqin edi. Derazadan tushayotgan oqshom nuri uning yuzini ikkiga bo'lgan edi. Yarmi yorug', yarmi so'yada. U qo'lidagi qog'ozga tikilib o'tirardi. Qo'llari biroz titrar, barmoqlari hujjatning chetini asta silardi. Bu hujjat uning hayotidagi eng katta tan olish, eng og'ir iqror bo'lishi kerak edi. Sodiqboy yillar davomida shu daqiqadan qochgan edi. Lekin endi vaqt tugagandi. Uning yonida xotini Dilbar o'tirardi. U indamay, faqat nigohi bilan erini kuzatardi. Dilbar bu odamning eng yaxshi va eng yomon kunlarini ko'rgan ayol edi. Shu bois u jim turishni bilardi. Uning jimligi norozilik emas, balki kutish edi. Sodiqboy unga qaradi va og'ir ohangda gap boshladi. Men ko'p xato qildim Dilbar, juda ko'p. Hozirgacha ularni tan olishga jur'atim yetmadi. Dilbar lablarini qisdi. Ko'zlarida nimadir chaqnadi. U erining so'zlarini kutayotgan edi, lekin Sodiqboy yana jim qoldi. Uning ichida bir narsa hali ham qarshilik qilardi. Qaysi xatoni tan olish mumkin, qaysi birini tan olmaslik kerak? Buni u o'zi belgilamoqchi edi. Dilbar buni his qildi va uning ko'ngli og'ridi. Chunki u erining faqat yengil yaralarni ochishga tayyor ekanini, eng og'irini esa hali yashirishda davom etayotganini tushundi. Sodiqboy, dedi Dilbar ohista, kechirim faqat so'z bilan bo'lmaydi. Kechirim barcha yaralarni ochishni talab qiladi. Sodiqboyning yuzi jimir etdi. U Dilbarga qaradi, lekin javob bermadi. Uning ko'zlarida qo'rquv bor edi. Bu qo'rquv uning qudratli, kuchli Sodiqboyligiga sig'maydigan his edi. Shuning uchun u uni yashirishga urindi. U qo'lidagi qog'ozni stolga qo'ydi va bu yetarli, dedi. Qolganlari vaqt bilan keladi. Lekin Dilbar bilardi, vaqt hech narsani o'z-o'zidan olib kelmaydi. Inson o'zi yurishi kerak. Sodiqboy esa hali yurmagan edi. U atigi bir qadam tashlagan, so'ng to'xtagan edi. Eshik taqilladi. Xonaga ularning o'g'li Jasur kirdi. Jasur otasiga qattiq qaradi. Uning yuzida g'azam va umid aralash ifoda bor edi. U otasining kechirim so'rashini eshitgan edi, lekin bunga ishonishga tayyor emas edi. Chunki Jasur yillar davomida otasining zulmini, uning qattiq qo'lini, boshqalarga qilgan adolatsizliklarni ko'rgan edi. Uning yuragida juda ko'p og'riq to'plangan edi. Ota, dedi Jasur, siz kechirim so'rayapsiz. Lekin menga aytingchi, siz kimdan kechirim so'rayapsiz? Mendanmi, onamdanmi yoki o'zingizdanmi? Sodiqboy o'g'lining so'zlaridan qaltiradi. Uning qo'llari yana titray boshladi. U hech qachon o'g'lining ko'ziga to'g'ri qarab javob bera olmagan edi. Bu savol uning eng chuqur yarasiga tegdi. Jasur davom etdi. Siz ro'yxatdagi barcha ismlarni esladingizmi? Yoki faqat eslab qolish oson bo'lganlarinimi? Xonada jimlik cho'kdi. Bu jimlik Sodiqboyning qalbida uzoq vaqtdan beri yashiringan hamma narsani ochib qo'ydi. U qo'llarini stolga tirab, og'ir nafas oldi. Uning ko'zlari qizardi, lekin u yig'lamadi. Chunki yig'lash ham kechirimning bir ko'rinishi edi. U esa hali bunga tayyor emas edi. Dilbar o'g'lining yelkasiga qo'l qo'ydi. Ota, dedi Jasur, siz kechirim so'rayapsiz. Lekin menga aytingchi, siz kimdan kechirim so'rayapsiz? Mendanmi, onamdanmi yoki o'zingizdanmi? Sodiqboy o'g'lining so'zlaridan qaltiradi. Uning qo'llari yana titray boshladi. U hech qachon o'g'lining ko'ziga to'g'ri qarab javob bera olmagan edi. Bu savol uning eng chuqur yarasiga tegdi. Jasur davom etdi. Siz ro'yxatdagi barcha ismlarni esladingizmi? Yoki faqat eslab qolish oson bo'lganlarinimi? Xonada jimlik cho'kdi. Bu jimlik Sodiqboyning qalbida uzoq vaqtdan beri yashiringan hamma narsani ochib qo'ydi. U qo'llarini stolga tirab, og'ir nafas oldi. Uning ko'zlari qizardi, lekin u yig'lamadi. Chunki yig'lash ham kechirimning bir ko'rinishi edi. U esa hali bunga tayyor emas edi. Dilbar o'g'lining yelkasiga qo'l qo'ydi. Jasur, yetarli, dedi u ohista. Hozir hamma narsani birdan hal qilib bo'lmaydi. Jasur onasiga qaradi.
U onasining ko'zlarida charchoqni ko'rdi. Shu charchoq uni to'xtatdi. U og'ir xo'rsinib eshik tomon yurdi. Eshik oldida to'xtab, ortiga qaramasdan dedi: "Ota, kechirim so'z bilan emas, ish bilan bo'ladi. Buni unutmang." Eshik yopildi. Sodiqboy yolg'iz qoldi. U Dilbarga qaradi va uning ko'zlarida achchiqni ko'rdi. Bu achchiq uzoq yillar davomida to'plangan edi. Sodiqboyning yurak og'rigi. "Ovqat yemoqchi emassanmi?" deb so'radi Dilbar moyin. "Tomog'imdan o'tmayapti", dedi Sodiqboy. "Ko'nglim og'ir." Dilbar uning yoniga borib o'tirdi. U erining qo'lini siqdi. "Bilaman", dedi u. "Og'ir kunlar keladi, lekin og'irlikni yengillashtirish uchun uni bo'lishish kerak." Sodiqboy Dilbarga qaradi. Uning ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Bu yosh uning ichidagi sinishning birinchi ko'rinishi edi. "Dilbar", dedi u titrayotgan ovoz bilan. "Men bir ayolni juda og'ritganman. Uning ismini hali ayta olmayapman. Lekin bil, men haqiqatdan pushaymonman. Shu pushaymonlik meni yeb bitirayapti." Dilbar indamadi. U erining so'zlarini tingladi, lekin ichida nimadir og'ridi. U bu ayol haqida taxmin qilgan edi, lekin eri buni tan olguniga qadar bunga ishonishni istamagan edi. Endi haqiqat yuzaga chiqayotgandi. "Bu ayol kim?" deb so'radi Dilbar. Sodiqboy boshini chayqadi. "Hozir emas", dedi u. "Iltimos, menga vaqt ber. Men tayyor bo'lishim kerak." Bu javob Dilbarning yuragiga pichoqdek botdi. U erining hali ham to'liq ochilishga tayyor emasligini ko'rdi. Yana bir sir, yana bir yashirin haqiqat. Shu sir tufayli ular orasidagi masofa yanada kattalashdi. Shu orada Jasur shahardan chiqib ketishga qaror qildi. U otasining kechirimlariga ishonmasdi. U ko'rgan zulmlar, eshitgan yolg'onlar uning ko'nglida hali ham tirik edi. U onasiga qo'ng'iroq qilib ketishini aytdi. Dilbar qo'ng'iroqni tugatganidan so'ng uzoq yig'ladi. U yig'sini hech kimga ko'rsatmasdi, lekin bu yig'i uning barcha kuchini olib ketgandek edi. Sodiqboy bu yig'ini eshitdi. U Dilbarning yoniga bordi va uni quchoqladi. Ikkalasi ham indamasdan turishdi. Bu quchoqda so'zlardan ko'ra ko'proq narsa bor edi. Og'riq, pushaymonlik, sevgi va umid aralashgan edi. "Men hamma narsani tuzataman", deb pichirladi Sodiqboy. "Vaqt ber, Dilbar, vaqt ber." Lekin vaqt hamma narsani tuzatadigan sehrli narsa emas edi. Vaqt faqat inson harakat qilsa yaralarni bitiradi. Sodiqboy hali harakat qilishga tayyor emas edi. U faqat vaqtga umid bog'lagan edi. Bir necha kundan so'ng Sodiqboy sud eshigi oldida turardi. Uning qo'lida qog'ozlar, orqasida Dilbar turardi. U ichkariga kirish kerak edi, lekin oyoqlari qimirlamadi. Ichida bir ovoz: "Agar kirsang, hamma narsa oshkor bo'ladi. Haqiqat chiqadi. Sen esa hali bunga tayyormisan?" deb so'rardi. Sodiqboy ko'zlarini yumdi. U Dilbarning qo'lini his qildi, iliq va mahkam. "Bor", dedi Dilbar. "Men sen bilanman." Bu so'zlar Sodiqboyga kuch berdi. U eshikni ochdi va ichkariga kirdi. Eshik ortida uni nima kutayotganini bilmasdi, lekin bir narsani aniq tushundi. Endi orqaga qaytish yo'q edi. Haqiqat uni kutayotgan edi. Sud jarayonida Sodiqboy o'z ayblarini tan oldi. U yillar davomida qilgan xatolarini, zulmlarini, adolatsizliklarini birma-bir sanadi. Uning ovozi titrar, lekin u to'xtamadi. Dilbar yonida o'tirib, uning har bir so'zini tinglardi. Uning ko'zlarida yosh bor edi, lekin bu yosh qayg'u emas, balki erining nihoyat haqiqatga yuzlanganligidan kelgan his edi. Jasur sudda yo'q edi. U shaharni tark etgan, lekin bu jarayonni eshitgan edi. U otasining tan olish so'zlarini tingladi va ichida nimadir eriy boshladi. Hali kechirishga tayyor emasdi, lekin otasining chin dildan pushaymon ekanligini his qildi. Bu his uning qalbidagi muzni biroz bo'shatdi. Sud tugagach, Sodiqboy Dilbar bilan birga chiqdi. Tashqarida quyosh porlab turardi. U Dilbarga qaradi va dedi: "Endi eng og'ir qism boshlandi. Men hamma narsani tan oldim, lekin eng muhim bir ismni hali aytmadim. O'sha ismni aytish men uchun eng qiyini." Dilbar uning qo'lini siqdi. "Sen tayyor bo'lganda men eshitishga tayyorman", dedi u. "Meni tark etma, yetarli." Sodiqboy chuqur nafas oldi. U tushundi. Haqiqatning eng og'ir qismi hali oldinda edi. Lekin endi u yolg'iz emas edi. Dilbar uning yonida. Jasur esa uzoqdan bo'lsa-da uni kuzatib turardi. Bu unga kuch berdi. Uyga qaytgach, Sodiqboy stolga o'tirdi va qog'oz oldi. U Dilbarga qaradi va dedi:
Men hozir hamma narsani yozaman. O'sha ayolning ismini, u bilan bo'lgan hamma narsani. Agar men bu yozuvni tugatsam, kechirim yo'lida bir qadam oldinga siljigan bo'laman. Dilbar bosh irg'adi. U erining qo'liga qog'oz va qalamni tutqazdi. Sodiqboy yozishni boshladi. Uning qo'li titrar, ko'zlari yoshga to'lardi, lekin u to'xtamadi. Har bir so'z uning yuragidan og'irlikni olib tashlagandek edi. O'sha kechada Sodiqboy uxlab qoldi. U birinchi marta yillar ichida tinch uxladi. Chunki u nihoyat haqiqatga yuzlanishga qaror qilgan edi. Hali tuzatilmagan ko'p narsa bor edi, lekin eng muhimi, u endi yashirmaslikka va'da bergan edi. Dilbar uning uxlayotgan yuziga qaradi va jilmaydi. U erining yuzida tinchlikni ko'rdi. Bu tinchlik uzoq yillardan keyin kelgan edi. U Sodiqboyning sochini silab, ohista dedi: "Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Biz birga yengamiz." Ertalab Sodiqboy uyg'ongach, o'zini yengil his qildi. U